Все обороны, sekin olib keling. Sherzod bo'ylar работа. Watch out! Rangini qara, baxtik. Xatni tortma. Birata. Bo'ldi, aka. Voy holi. Ne qomatdan olib. Jel torti. Mana. Bitakam, Sherzod bo'ylar работа. Ana rivit. Kaptiring. Rivitli. Mana baliq. Mana. Rivit. Ana. Salomat. 2025 chislalarimiz 10-noyabr. Rivit qo'yimidingiz, asalmi? Asalli rangi sariq qilmaganmiz bu safar, sal yengillik kiritib, sal olov rangroq, qizg'ishroq qilingan. Shunaqa urib bo'lyapti, ko'z tegmasa. Kattasi tushdi inshaalloh. Baxti ukam. Mana. Shoshmang, sekin. Qani, bo'ylasi turgan. Ana, yettashapti-yu. Qilasa, shuntacha ipi turibdi mana. O'sha. Mana. Asal, olov rang qilib tayyorlangani bor. O'shani yangi partiyada. Hammaga assalomu alaykum. Hop, yangi partiyamizni asalli bo'yildi, qizg'ishroq rang qilib chiqardik. Sababi bundan buyon endi qish mavsumi keldi. Qish mavsumiga kerakli masalliqlarni qo'shib, baliqlarni yanada tez jalb qiluvchi masalliqlarni qo'shganmiz va ko'rib turishingiz mumkin. Xudo xolasa mana Sherzod bo'yildi, qizg'ishroq ranglarni chiqardi. Bu qishga zo'r ishlaydigan varianti. Bunaqalarni undan oldin chiqaryotgandik. O'zi hozir qishki mavsumga xudo xolasa sinovlardan zo'r o'tdi. Ko'rib turibsiz, shu videoda nasib qilgan ko'ryapsizlar, xudo xolasa yaxshi natijalarni qilishyapti. Albatta siz ham baliq ovga chiqishdan oldin Sherzod bo'ylarni xarid qiling. Pastda yozilgan raqamga murojaat qiling.